avval judayam bu suvdan biz qiynalgan edik. Oilamizda bir kishi suv bilan band bo'lib, qo'shni mahallalardan olib kelib ichgan kunlarimiz shunday qiynaldik. Lekin bu arzimizda haqiqat bor ekan. İçimizden bütün halkımız, ziyoli mahallamiz xursand. Hududdan suv kelyapti. Biz xursandmiz. Rahmat, shunchalik mehnat qilib harakat qilib olib kelishayotganiga. Yer osti suvdan ichardik. Aholimizga quvurlarda suv kelyapti. Hukumatimizga ham rahmat. Shu suvlarni keltirib berishdi. Ilgarilari suv hisoblagich ko'rsatkichini biz suv ta'minoti bo'limiga borib har oy oxirida taqdim qilardik. Mana shu ovoragarchiliklar yo'q bo'lyapti. Bizga ham yaxshi bo'ldi, yengillik bo'ldi. Eng muhimi bu hisoblagichlar bepul o'rnatildi. 2022-yilda ko'chib keldik. Kelganimizda suvlar yo'q edi. Hozir shu kunlarda kelib, shuncha issiq kunlarda kelib harakat qilib, shuni to'g'irlashib, bu o'zgarishlardan xursandmiz. Mashaq ko'chib kelganimiz 2022-yilda ko'chib keldik. Yashashga sharoit unaqa yo'q edi. Endi suvdan qiynalardik. Endi mahallamizda yangi suv tarmog'i tortilyapti. Endi suvlarimiz bosimi yaxshi bo'ladi. Bunaqa o'zgarishlardan xursandmiz. Bo'limi dispetcherlik markazidamiz. Bu dispetcherlik markazidan Toshkent shahridagi suv tarmoqlarining bosimini nazorat qilib boramiz. 2022-yildan SKADA tizimida raqamlashtirish faoliyatiga o'tish boshlandi. Bular bizga Toshkent shahrini suv bilan bir me'yorda berishni ta'minlab beradi. Siz tasvirda ko'rib turgan mana bu yirik quvurlar orqali har kuni Toshkent shahridan 900 ming kubometr oqova suv Sallar suv oqova inshootiga kelib tushadi va bu yerda qayta tozalanadi.